Assalomu alaykum. Bu proyektlarimizni yana boshladik. Xudo xolasa endi vaqt davom etadi. Oldingi proyektlarimiz mana proyektlarimiz boshlab oldik. Bu proyektimizda biz mana hozir hisoblashni boshlaymiz. Bizga qalam kerak, ruchka kerak, metr kerak, o'chirg'ich va lineika kerak bo'ladi. Albatta kalkulyator kerak bo'ladi hisoblash uchun. Hisob kitoblar millimetrga hisoblanadi, shuning uchun kalkulyatordan foydalanamiz. Hop, qani boshladik bo'lmasam. Bismillahirrohmanirrohim. Ruchkada yozamiz. Birinchi qadamda yozib turamiz. Birinchi hozir biz tayyorlaydigan proyektni chizib olamiz. Biz hozir ikkita eshikli shifonerni chizib olamiz. Mana chizib olyapmiz. 3 kataga bitta eshik, yana 3 kataga bitta eshik bo'lsa, bag'ini 6 sm chizamiz. Hop, tayani chizib olamiz. Hop, oyog'ini 10 sm hisoblab olamiz. 10 sm-dan 4 ta oyoq bo'ladi. Bu yon ko'rinishi. Sal yonboshlatib chizyapmiz. Enini yozish maqsadida enini yozish uchun bu yonida bunaqa yonmachasi ko'rinish bo'lish kerak-da. Bo'lmasam chalkashib qoladi. Hop, mana korobka holatini chizib oldik. Endi eshigini bo'lib olamiz. Eshigini bo'ldik. Endi ushbu bo'yini nechiligini chiqarib olsak, 2 metr bo'ladigan bo'lsa, mana 200 santimetr. 200 santimetr bag'i. O'rtacha razmeri 85. 88. 85 bo'lsa, buni ikki xil stilda chizsa bo'ladi. Ichini polkali va vishilkali qilsa bo'ladi. Hozir vishilkaligini qilamiz. Tevadan 30 santimetrda polkasi bo'ladi. Shunday qilsak, bu yonli uzunligini hisobiga polka 30 santimetrdan sal ushlab turadi. O'shaning uchun 30 santimetrga qo'yamiz. 10 santimetr pastiga naqd chizib qo'ysak, vishilkaligi ko'rinib turadi. Hop, shifonerimizni eni 85 bo'lgan bo'lsa, bo'yi 2 metr bo'lgan bo'lsa, bu tomoni kiyim ilganda tegib qolmasligi uchun katta odamlarki bo'lsa, eng kami 55 bo'lsa yaxshi bo'ladi. Undan kamiga tegib qoladi, g'ijim bo'lib qoladi. Lekin vishilkalarni ilganda kiyim osilib turadi. Mana shu yerda eshikka tegib qolishi mumkin. Vishilka bo'lsa, shuning uchun
55 santimetr bo'ladi bag'i. Bu tomon razmeri 55 ga 85 2 metr. Hop, endi buni tizib oldik. Ikkita ruchkasi bo'ladi, uzunroq ruchkadan. Razmeri bunaqa eshikka razmeri 22/4. Shunaqa ruchkalar qo'ysa yaxshi tushadi. Kattaroq ruchka. 22 bo'lsa 23. 22/4, 25-26 chiqadi uzuni. Shunaqani qo'yilsa yaxshi bo'ladi. Endi hisoblashni boshlaymiz. Kameramizni burib olamiz, ichini to'g'rilab olamiz. 85. Hop, endi hisoblashni boshlasak, 85 dan laminatning qalinligi 1.6 bo'ladi. 1.6 santimetr laminatning qalinligi. 1.8 ligi ham bor. Hozir biz 1.6 likka bichyapmiz. Hop, tevasini tevadan tushadigan qilib hisoblab olamiz. Nima desalar ham ichiga tushadigan qilib qo'ysak, yonidan teshik bo'lib qoladi. Bunga ikkita shurib teshigi chiqib qoladi. O'shaning uchun tevadan qilamiz. Hop, 85 santimetrga bu yog'i 55 bo'lsa 2 santimetr chiqarib qo'yamiz. Nimaga desalar, bu eshik bo'lsa, bu tomi tevadan bunday tushadi. Agar bu eshikni orqasida hammasini bir xil qilib qo'ysa, eshikni o'zi ko'rinib turadi. Tevasi teshitmay tugamaganga o'xshab qoladi. Bu tevasi bo'lsa, bu en tevasiga bitta narsa qo'ysa ham, maniki bir narsa qo'ysa ham eshikka tegib qolmaydi o'shunda. 85 ga 57. 57 santimetr bitta tepali. Hop. Bu oyoqqa 10 chiqarib. Hisoblaymiz. 200 dan ayiramiz 10 santimetr. 1.90. 1.90 dan ayiramiz, ikkita 1.6 ni ayiramiz, 3.2 bo'ladi. 3.2. 186 108 bo'lyapti. Hop, mana uni teva bilan pastga bir xilda qilib oldik. Oyog'i alohida bo'lgani uchun uni hozir ikkita yozamiz. Keyin bu hisoblangan 186 108. 186 108 ga 55 deb yozamiz. 55. Hop, mana buncha xatolik bo'lyapti. O'chirib turib ikkinchisini alohida yozar ekanmiz. Bu tepalik. Tepalik 2 santimetr, undan eshik tevasidan 2 santimetr chiqib turadi-da. Eshikka to'g'ri bo'ladi o'shunda necha. Bo'lishi mumkin. 2-3 millimetr, ya'ni plus minus sal chiqib qoladi. Zarari yo'q. Hop, endi mana yonligimizdan ikkita chekkada turadi. Yonligimiz ikkita. Endi bu tayt yozib olamiz. 85 ga 55 yozamiz. Mana 55 ida. Eshikning orqasida turadi, u eshik oldiga yopiladi. Hop, shuning uchun bundan bitta. Ichiga ham bitta polka berib qo'yamiz. Hisoblab polka qo'ymoqchi bo'lganlar uchun. Hop, u polkamiz hozir mana ayiramiz. Bitta ham hozir birinchi mana o'rtaligini yozib olsak, bu qatiydi. Ichidan ugolnikda qatiydi. Temir ugolniklar bor. Bunaqa qilib bog'li ushka. Ushka desalar topiladi o'zi. Furnitura magazinga kirganlarida ushka olib bering desalar, rangiga moslab berishadi. Hop, 85 dan ayiramiz. 3.2. Hop, 3.2 ayiramiz. 3.10. Hop, 85 dan ayiramiz 3.2 teng.
81/8. Mana bu narsa 81/8 bo'ladi. Bag'i 55. 55 bunga eshik yopilganda mashinga tegadi. Mana tevabaqa chiqib turgani uchun. O'shaning uchun bu enini bir xil qilmasak bo'lmaydi. Eshik kirib ketib qoladi ichiga tevasi. Va bundan bitta tepa o'rta deymiz. Mana tagi. Bu yoni. Bu tepali. Xo'p. Endi polkasini shundan 2 mm kam qilaveramiz. 81/6 ga 50. 5 sm kam bo'lsa bo'laveradi polka. Hali narsa qo'yganda nima bo'ladi? Bu polka o'ynab turadi-da, bu eshikni itarib qo'yish mumkin. Narsa qo'yganda bu ham narsa bunday tushib qolsa, itarib qo'yish mumkin. Eshikni yopilmasligiga sabab bo'lib qoladi. Shuncha kamroq qilinadi. Bu olib qo'ysa ham bo'ladi shuning uchun. Uzun narsa ilinganda buni olib, en tagiga qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Zarari yo'q. Turaveradi. Bundan bitta polka endi bu trubasini. Trubasi ham hozir 2 mm zazor bergan bo'lsak, polkaga unga ham o'sha razmerda yozsak bo'laveradi. 81/6 ga bitta truba. Hop, endi buni tagiga mana eshik deymiz. Men o'zim tushunadigan yozuvda yozyapman. Hammani o'ziga bog'liq. O'zi yozayotgan odam o'zi tushunadigan qilib yozib olsa tushunaveradi. Hop, eshikni chiqaramiz razmerini. Hop, 200 dan ayiramiz 10 dan. Teng 190. 190 bo'lsa, nima 190 sanang. Hozir bu tevali pastda oyog'ini chiqarib yubordi xolos. Bu tevali bilan tayinli turibdi hozir shuni. Endi bu tayinlikni ayirmaymiz. Bu tevalikni o'ziga 1.6 bo'lsa 4 mm qo'shib 2 sm ayiramiz. 2. 188 eshikni bo'yi bo'lyapti. 188 ga 85 ni 2 ga bo'lsak 42,5. 85 ni bo'lamiz 2 ga. 42,5 bo'lsa unga zazor berish kerak endi. Bemalol ochilib yopilish uchun, yondagi narsalarga tegib qolmasligi uchun, o'rtasida zazor bo'lish uchun. Hop. O'shidan 0.5 sm ayirib olsak ham bo'laveradi. Hop, 85 dan ayiramiz 0.5. 84,5 ni bo'lamiz 2 ga. 42 yu 2 qilib qo'ysak bo'laveradi. 42 yu 2. 2 ta. Bu eshigi bo'ldi bu. Hop, eshigi bo'lgan bo'lsa trubasi bo'ldi. Oyoq 4 ta o'nli oyoq qo'yiladi. Oyoq o'nli dan 4 ta. Hop, sharnerini 5 tadan qo'ysa bo'laveradi. 5 tadan 10 dona sharner. 10 ta. Uchgasi 2 ta. 2 ta. Sharnerni nimaga 5 ta qo'y deb sanang. Bu eshikni ko'p ochilib yopilishiga
chidash uchun 5 ta qo'yish kerak. Shu 180 atrofida eshiklarga. Kam qo'yib berilsa, bitta bo'lib tezda nima bo'laveradi, o'rtachalashib, tez buzilishiga sabab bo'ladi. Hop, mana shu endi orqasida panelkasini hisoblaymiz. Hop, mana 200 dan ayiramiz. 10 o'zini ayiramiz, oyoqni o'zini ayiryapmiz. HDF bo'lib qo'yaylik, aralashib ketmasin. O'shaning uchun men yozishdan oldin menga truba deb yozib qo'ydim, men eshik deb yozib qo'ydim. Mana ajrab turadi. Eshikka shu bet fasad qismlariga alohida e'tibor beriladi-da. Bu yonini boshqacha, eshigini boshqacha qiladigan varianti ham bo'lib qolishi mumkin. Odamlar hozir ikki xil variantni yaxshi ko'ryapti ko'p odam. Yonini vatan qilib, oldini kashmir qilishi mumkin. Xohlasa aylantirib nari variant qilishlari mumkin. Shunaqa bo'lib qolishi uchun eshik bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun eshikni alohida yoziladi. Menga qo'shib qo'ysak, hammasi bir xil rangdan qilish kerak bo'lib qoladi. Yo eshikni ajratib bering desa, mendan topolmay qolish mumkin. Shuning uchun alohida yozamiz. Hop, HDFni mana chiqarib oldik. Hop, 200 dan ayiramiz. 10 da. Oyoqdan necha qo'yilishi muhim emas. 15 qo'yasizmi, 5 sm oyoq qo'yasizmi? Buni qizig'i yo'q dipsiga. Hozir bu hisoblashimizda dipsiga ta'siri yo'q uni. Tevasidan tevalidan ham chiqarib olmaymiz. Hammasini bitta qilib hisoblaymiz. 10 da ayirsak 190 qoladi. 190 ga 85 yozuvdik. O'sha gabarit 85 bo'lsa, 85 yozamiz. 84.8 yozamiz. 85 yozilsa, bir xilga arrachilar 1-2 mm raqamga qijilib olishi mumkin. Chiqib qolsa agar uni bo'lib qoladi-da, o'shaning uchun 2 mm kam qilib qo'ysak, agar qo'shilib qolsa to'g'ri bo'lib qoladi. Mana ekan, kam kesib olmaydi, hech qaysi arrach kam qilib qo'ymaydi, xudo xolasa. Va bundan bitta. Bo'ldi. Endi buni agar yasamoqchi bo'lgan do'stlarimiz bo'lsa, mana shu hisoblanganda narsani mana shu narsani yozib turibman. Mana shu agar mana shu panel kerak bo'lsa, o'sha laminat sexi o'ziga yaqin joyda laminat sexiga borib, o'sha raskroy chiqaradiganlarga uchrasa, mana shularni yozib, tayyor qilib berishadi. Mana shunaqa bo'lib o'rganib olsa bo'ladi. Agar mebeldan xabari bor odam bo'lsa, bemalol qilishadi. Agar mebel bilmaydigan odam bo'lsa ham, agar terishga aqli yetsa, qilishi mumkin. Bu videoda shu qiziqib qilolmay, ya'ni o'zini qo'lidan keladi-yu, hisoblashni bilmaydigan odamlar uchun chiqardik. Manfaatli bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Hisob kitobini qanaqa laminat olishingizga qarab turib, o'zi hisob kitobini nechta laminat ketish chiqadi. Eshiklari, kronkalarni qat-qatini qilishni o'zi eshik yon-pon deb yozib qo'yadi yonida mana. Hisoblayatib yoniga yozib qo'ysalaring. O'sha yozadigan nima ham, kompyuterchi ham o'zi hisobini qilib nima qilib beradi, aniqini qilib beradi. Menga yopishar ekan, menga yopishmaydi, bunaqa bo'ladi deb. Raskroy chiqaradiganlar ham ancha tushunadigan odamlar bo'ladi, mebelchidan xabari bo'ladi, xudo xolasa. Ishlar ham bitib ketadi.
foydasi tekkan bo'lsa, layk bosib, obuna bo'lib, do'stlaringizga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Xudo xohlasa yana boshqa proyektlarni ham shu bir haftada iloji boricha ikkitadan chiqarishga harakatini qilamiz. Xudo xohlasa yaxshi bo'lsa, yaxshi ko'rilsa, yaxshi jo'natilsa, yaxshi obunachilar kelsa, Xudo xohlasa katta oshxona mebellar, stenkalarni ham, spalni garniturlarni ham, kichkina katta proyektlarni ham tizib ko'rsatishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatib borishda davom etinglar. Hammalaringga rahmat.